boshlig'i kim ekanligini bilasanmi? Qo'qonboy aka. Shuning uchun oralaringdan bitta oshpaz tayyorlasaydi. Men hech qachon ovqat pishirmaganman. Agar rozi bo'lsanglar, birinchi navbatni men olaman. Oshpaz Malika xonim. Endi baquvvatligimiz qayoqqa ham borardi bola. Xo'sh, bolamdan xabar bormi? Mabodo xabar bo'lib qoladigan bo'lsa, birinchi bo'lib sizga yetkazaman. Ha, hozir bitta qaynoq ko'k choy bo'lgandami? Qanaqa choy ichishinglarni bilmaganim uchun bitta qora, bitta ko'k choy damladim. Marhamat. Qayerga? Saodatning yoniga. Biror nima kerakmi, Abdulla aka? Siz hali ismimni ham bilasizmi? Bolam, o'zingni o'ylamasang ham, bolangni o'ylagin. Men o'zimni ham, bolamni ham o'ylab shu ishni qildim. O'zi ham, narsasi ham kerak emas. Qishlog'imiz chekkasida bir ko'l bor. Eshitishimcha, qamishlar o'sgan tashlandiq ko'llarda arvohlar bo'larmish. Xo'sh. Qani bo'la qol, mashinani qizdirgunimcha tez kiyinib chiq. Tinchlikmi? Ha, qizlarni olib bir aylanib kelamiz. Qayoqqa bormoqchisan? Tunov kuni markazdan kelayotganimda bitta kafega kiruvdim. Shunaqangi ta'mli bir ovqat olib kelishdi. Hammasi go'sht. Yumshoqqina, go'shtlari ham titilib ketgudek. Tushunarli, jiz. To'ppa-to'g'ri. Ana o'sha yoqqa boramiz. Keyin diskotekami, bir kinoteatrmi qidirib topamiz, ko'ramiz-da. Yo'q, ilojim yo'q. Ozroq ishlashim kerak. Hozir Nasiba yanga moshkichira qilyapman dedilar. Qanaqa moshkichira og'ayni? Shunda ovqat turganda moshkichiriga balo bormi? Ketib qolsak uyat bo'ladi. Meni ovqatim mensimabdi deb ko'ngli rangishi mumkin. Bo'lmasam, ana va kalvatdagidagi zugushonka, tushonka, malonka, kolbasa hammasini olib chiqib bergin. Baribir bizlar bir haftadan keyin ham yeb tugata olmaymiz bu narsalarni. Lekin shokolad, sokka tegma. Bular bilan qizlarni mehmon qilamiz. Tushundingmi? Unda yanga xafa bo'lishi mumkin. Qo'ysangchi, agar shu Ikromagan xotini bo'lsa, ikki dunyoda ham xafa bo'lmaydilar. Aksincha, boshlari osmonga yetadi. O'zing o'ylab ko'rgin. Bizga berilgan oziq-ovqatlar ekonom bo'ladi. Ham bola chaqalar bilan o'zligisa mazza qilib yeyishadi. Qani bo'la qol. Ilojim yo'q, ishlashim kerak. O'zing bilasan. Men senga aytdim. Sen ko'nmading. Demak, kenayimizga narsa bersak, xafa bo'ladilar. Shunaqami? Men unday demadim. Har qalay minnatli oshdan ko'ra ovqat qilmay qo'ya qoling. Uning o'rniga mana bu narsalarni yeng deb bersak, xafa bo'ladi dedim. Xafa bo'lishlari aniqmi? Ha. Unda buni hozir sinab ko'ramiz. Nima qilmoqchisan, Baxti? Hech nima. Eng qizig'i hech nima. Aytgandek, agar kenayimizni ovqat qilmaslikka ko'ndirsam, och qolib o'tirmagin. Chebadandagi narsalardan hech bezovta bo'lmasinlar. O'zimda patr bor. Suvga botirib yeb o'tiraveraman. O'zing bilasan. Aytdim qo'ydim-da endi. Mana shunaqa gaplar, Baxtiyorjon. Ha, shunaqa deng. Ha. Kelinjonim, mana bu sizlarga arzimasa ham. Voy. Bu nima? Bu yeb ichadigan narsalarda. Voy. Nega ovora bo'lib yursiz, Baxtiyorjon? Ovorasi bor ekanmi? Buni Odiljon berib yuboruvdilar. O'zlari olib chiqmoqchi bo'lib turuvdilar. Jiyanlari qo'ng'iroq qilib qolib ketdilar, gaplashib. Arzimasa ham shuni olib qo'yaverasiz-da. Qanday bo'lar ekan? Qanday bo'ladi kenayijon, qanday? Ertalab ham tashvish chekib bir dunyo narsa chiqarib yuborgan ekansiz. Akiz ulfatlar bilan huzurini ko'rib o'tirgan bo'lsalar kerak. Ha, endi bunisiga mahkamroq turasiz-da kenayijon.
Ha, keyin shu bugun ovqat qilib o'tirishi ham hojati yo'q, Kenayjon. Iye, bu nima deganingiz? Hozir pishadi, guruchini sosam tayyor. Yo'q, Kenayjon. Meni o'rtoqlarim chaqirib qolishdi. Odil esa qornim to'qroq degandek qilayotuvdi. Yo'q, unday qilish kerak emas. Kechqurun bari bir issiq ovqat yeb yotish kerak. Hukumat shuncha narsa berib qo'ygan bo'lsa, noqulay-da, Baxtiyorjon. Yo'q, hech xijolat chekmang, Kenayjon. Bo'lmasam bularni dalaga, bolalarga berib yuboraman. Nima dedingiz? Ay, ma'qulmi? yaxshi, o'lmang, yashang. Sizlarni bir duo qilib yeyishsin. Dalani ovqati ham joniga tekkandir ularni. To'g'ri aytasiz. Bu dalada televizor bormi? Borlikka bor, lekin uni ko'rishga vaqt yo'q. Haligi batareyada ishlaydigan radio bor, o'shani eshitishadi. Xo'p, bo'lmasa, Kenayjon, men boray. Qaytib kelganingizdan keyin ovqatlanarsiz bo'lmasa. Yo'q. Meni qornim to'q. Juda ham to'q kelaman. Keyin bu Odiljonni ham bezovta qilmassiz degan umiddaman. Chunki uni ham qorni to'q yuradi. Hozir u ilmiy ish bilan band. Ha. Unda bo'lmasa choy damlab beraman. Xo'p. Kenayjon, u umuman choy ichmaydi. U faqat kola, fanta, hech bo'lmasa kofe ichadi. Oshqozonini mazasi yo'q. Sal nozikroq bo'lib qolgan. Shuning uchun bir vagon oziq-ovqatni o'zi bilan olib kelgan. Ha, mayli. Teginmayman. Uni hech kim bezovta qilmaydi. Xo'p. Yaxshi. Mayli, Kenayjon. Xo'p. Ha, aytgandek, Kenayjon, faqat iltimos hech kim bezovta qilmasin. Bo'pti. Haligi nima? Keling, Kennoy, keling. Ha. Sizni bezovta qilmoqchi emasdim. Baxtiyor aytdi, qorningiz to'q ekan. Menimi? Ha? Ha. Haligi boya tushlikda osh yegandik. Kenjatoyim bor, juda ham sho'x. 2 kun bo'ldi osh yeganimizga. Yana ovqat qilasizmi deb qo'ymaydi. Sizga o'xshataman o'shani. Ha, aytgandek. Ha. Ana u narsalar uchun rahmat. Qanaqa narsalar? Ha, o'rtog'ingizdan bir salofan paket narsa berib yuborsiz-ku. Endi dalada yurgan bolalar uchun ermakda, ermak. Ha, sizni rosa duo qilishadigan bo'lishdi. Siz birni bergan bo'lsangiz, Allohim sizga mingni bersin. Lekin xalaqit qilmoqchi emasdim. Uzr. Baxti. Ovqatni sizdim. Hozir. Ha? Nega talabalarni chaqirmading? Baxtiyor bir joyga ketdi. Yo, bismillah. Sherigi nima chiqmadi? Uni
qorni to'q ekan. Xo'p. Albatta sizni kutaman. Maslahatli ish Xo'p, bor. xo'p, Sog' yaxshi. bo'ling. Xo'p, mayli. Baxtiyorjon. Ya bu toychoni uyga qo'yib qo'yib, o'zingiz piyoda yo'lga Baxtiyorjon, chiqibsiz-da. salomatmisiz? Ha, endi toychoni qiladigan ishi yo'q hisob. Shu xonadonlarga kirib bir narsani aytib chiqmoqchi edim. Undan tashqari doktor ko'proq yuring, oyog'ingizga foydali deb aytgan edi. Ha, yashang, o'lmang. Shuning uchun bizni toychoq sizni xizmatingizda, aka. Yo'q. Ovora bo'lmang. Bemalol ishingizni qilavering. Xo'p, mayli. Xo'p, salomat bo'ling. Xo'p. Ha, aytmoqchi, Ha? bu qo'lyozmamiz. Ha, xonada turibdi. Turibdi shunda. Ko'rib turibsiz-ku, hozir qo'l qashlashga vaqt yo'q. Biroz o'shib olay, Toshkentga o'zim borib kelaman g'izillab. Shuncha yil turaveradi. Siz xijolat bo'lmang, xo'pmi? Nimalar deyapsiz, Toshkentboy aka? Erkakda gap bitta bo'ladi. Xudo xolasa hammasini yes qilamiz. Sog' bo'ling. Mayli. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Toshkentboy tuzumsan? Yaxshimisiz, Yaxshimi? Yo'q, uzoqqa emas. Yana bir o'ylab ko'ring-da, Noilaxon. 5 daqiqada oldingizda bo'laman lekin. Agar juda ham cho'chisangiz, asaling olib chiqishingiz mumkin. Xo'p dedim-u. Lekin baribir bir o'ylab ko'ring, Noila. Tungi osmon, yulduzlar. Xo'sh? Bo'lishi mumkin, juda ham bo'lishi mumkin buni. Shuning uchun ham sizni aylanishga taklif qilyapman, de Noila. Agar juda ham charchasangiz. Alo. Chumchuq pir etsa yuragi shir etadiganlardan ekan. Tema nozligini aytmaysanmi buni? Ilonmish tag'in. Bolla. Bu yoqqa ilgari ham kelgan edim. Hozir boshqa ko'chadan kirib qoldim shekilli. Solixa yana uylari qaysi biri? Solixa edi, nima ishing bor edi? Shu 3 ta kursdosh qizlarim turar edi. Hammasi o'zingnikimi? Hali yosh ekansan? Demoqsanki, yo'q, kursdosh qizlarim ma'nosida tushuntirmoqchi edim. Shunaqa demaysanmi? Unaqa ma'noda aytsang, ular ham bizni qizlarimiz. Qanaqasiga? Tushunmadim. Ular bizni qishloqda. Uning ustiga Solixa ayani uyda yashashyapti. Juda chuqur ketib yubormadingizmi, og'ayni chalish? Odam ato bilan momo havoga yaqinlashib qolib, a? Xullas, tanishganimdan xursandman. Kelinglar, Toshkentlarga kutib olamiz, mehmon qilamiz, sayr qildiramiz. Ha? Qisqasi, qaysi uy? Yaxshilikcha aytdim senga. Bor yo'lingdan qolma. Yomonlikcha-chi? Hijjalab tushuntirib o'tirishim shartmi senga? Yo, shart emasmi? Voh! Boksyormisan, ha? Karatizmisan, ha? Nima edi u? Akang qarag'ay, kurash bo'yicha maktab chempioni bo'lganman. Voy bu, juda qo'rqitib yubordingiz-ku, ha? Maktab chempioni bo'lganman deb. Tabriklayman.
Kesatma. Naq kekirdagingni sug'urib olaman, ha? Tushunmadim. Qayerimni? Kekirdagingni. Bittaga bitta chiqamizmi yo ikkitaga bitta chiqamizmi? Biz har qanaqasiga o'ynaymiz, bildingmi? Hozir mana undan kerakli joyga qo'ng'iroq qilaman. Yarim soatda qo'l oyoqlaringni bog'lab olib ketishadi. Qachon qo'limizni orqamizga bog'lab yarim soatda kelib olib ketarkin deb kutib o'tiradigan ahmoqing bor ekanda. Ko'pchiranma, unaqadan bizda ham bor. Yarim soat ichida o'liging biron bir jarparni tagida yotgan bo'lmasin tag'in. Sen buni nimalarga qodir ekanligini bilmaysan shekilli, ha? Uningni bura-bura bir joyingga tiqib qo'y. Xo'pmi? Xo'p. Meni ishim senlarni ogohlantirib qo'yish edi. Ogohlantirdim. Endi o'zlaringdan ko'rlaring. Mendan olib kelamalaring. Tushundilaringmi? To'xta. Sen ham endi o'zingdan ko'r. Daminshir mana bu shaharlik olibdi, bizlarni nazarga ilmayapti. Qo'yvor deyapman senga, oqibati yomon bo'ladi. Qo'yvor. Voy. Qo'yvor deyapman. Qo'yvor deyapman senga. Qo'yvor. Qo'yvor deyapman senga. Malikaxon. Tushir. O'ldirib qo'yasan-ku. Qo'yvor deyapman. Dev. Tushir. Malikaxon, qo'ying, qo'ying, o'zim. Odammisan, o'zing tegma unga, o'ldirib qo'yasan-ku. Qanaqa qilsan o'zi? Puf desa uchib ketadigan joning bormi? Damin cherga osilishingga balo bormi? Bor yo'q qol, sen ham qiltiriq. Baxtiyor aka, tinchlikmi? Hech narsa qilmadimi? Kallang ishlaydimi, sen o'zi yo'qmi? Senga nima kerak, Suvare? Bor yo'q qol sen ham. Hey! Deqaka. Baxtiyor aka, tuzimisiz? Hey, yur. Ay, yur dedim senga. Sencha. Baxtiyor aka. Yur. Qani? O'tirlaring. Baxtiyor aka. Hech narsa qilmadimi? Baxtiyor aka, qani bir ko'raychi. Hech narsa qilmadimi? Bezararmikan ish qilib og'rimayaptimi? Bekor qildingiz-da Malikaxon. Endigida o'nglanib, devni bir amallayman deb turgandim. Shu bilan ham teng kelasizmi, Baxtiyor aka? Bu dev gavdasi bilan odamni ezib o'ldirib qo'yishi hech gap emas-ku. Qayerdan kelayotgan edingiz o'zingiz? Magazinga boruvdim. Qayerga? Magazinga. Lekin bu bahaybat devdan qutulganim evaziga Malikaxon sizni bir markazga olib borib aylantirib mehmon qilib kelsam. Nima deysiz? Sizga Noila yoqadi, balki Noila bilan birga borarsiz. Yoqar edi. Avval. Lekin bugun sizni menga ko'rsatgan jasoratingizni ko'rib, ko'zimga hech qanaqa Noilasi ham, poylasi ham ko'rinmay turibdi. Xo'sh. Taklif uchun rahmat. Lekin men bora olmayman. Malikaxon, men chin ko'ngildan aytayapman sizga. Rozi bo'ling. Xo'p deya qoling, iltimos.
Malika, Unda kutishingizga to'g'ri keladi. nimaga? Kiyimimni almashtirishim kerak. Siz qaysi kiyimda bo'lmang, yarashaveradi hammasi sizga. Bu kiyimingiz ham zo'r turibdi o'zi. Ketdikmi? Ketdikmi? Ketdik. Unda o'tiring mashinaga. Xo'sh, qayerga boramiz? Markazga. Yaxshi. Ulardan birortasini chaqiraymi? Yo'q, mayli uxlayverishsin. Lekin uyg'onishi bilan ikkalasini ham shiyponga yuboring, xo'pmi? Xo'p. Men ularni o'sha yerda kutaman. Hali Solihayaniki ham kirib chiqishim Yaxshi. kerak. Bo'pti bo'lmasam. Mayli, yaxshi yetib oling. Hayr. Ko'rishguncha. Hey bolalar, bo'la qolinglar, tez. Turolmasdan bo'la qolinglar, tez. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bir narsaga kelishib olaylik. Bugundan boshlab bunaqangi sudralib yurish bo'lmasin. Bunaqasi ketmaydi. Har kuni soat 8 da shu yerda bo'lishlaring kerak. Tushunarlimi? Bo'ladi opa. Tushunarli. Zulxumor opa, meni ishim bo'yicha taklifim bor edi. Xo'sh, eshitaman. Qishloq odamlarining ko'pchiligi sog'ilgan sutni har kuni shaharga olib borib sotishar ekan. Agar shu yerning o'zida sutni qayta ishlaydigan sex qurilsa-chi degandim. Xo'p, sutni qayta ishlab chiqariladigan sex qurdik ham deylik. Bu unchalik qiyin emas. Xo'sh, keyinchi? Keyin Shunda shaharga sut olib borib keladigan ayollarga ham yaxshi bo'lardi. To'g'ri, ularga-ku yaxshi bo'ladi, lekin bizga ham yaxshi bo'lish kerak-ku. Mahsulotlarni qayerga sotamiz? Qishloqda hech kim sut, qaymoq, tvorog bu narsalarni hech kim sotib olmaydi. Demak, iste'mol bozorini o'rganish zarur. Shaharga olib bordik deylik. Xo'sh, bu bizga qanchadan tushadi? To'g'ri, Tan o'rganish narxi kerak. shaharda qimmat bo'lsa, hech kim olmaydi. Shuning uchun bu ishni puxta o'ylab ko'rish kerak. To'g'rimi? to'g'ri. Aytmoqchi, oralaringda kim iqtisodchi edi? Kaminay kamtarin. Sizmi? Ha. Juda yaxshi. Mana u dalaning orqasida Javlon akaning kattaroq yerlari bor. U odam anchadan beri otchilik, naslchilik zavodini qurmoqchi bo'lib yurgan edi. Shuning uchun asosiy ishlarni o'sha Javlon akaning xo'jaligi bilan bizning xo'jaligimizda boshlaysizlar. Aytganday, oralaringda biolog ham bor edi shekilli. Ha, men. Xabaringiz bordir. Fermer xo'jaligimizga qarashli kichikroq bir biofabrika ham bor. U bizni uyimizni yonida, unchalik uzoq emas. O'sha yerga borib bemalol qiladigan ishlaringizni bajarishingiz mumkin. Lekin bu yerdagi ishlar ham esdan chiqib ketmasin. Xo'p, Demak, kelishdik. Bo'lg'usi menejmentlar, agronomlar, tuproqshunoslar, marhamat, bu mardi maydonda o'zingizni ko'rsating, rozimisizlar? Rozimiz. rozimiz. Juda yaxshi. Rozi bo'lmay nima ham qilar edik? Go'yo bizlarda tanlash varianti bordek. Boshqa variantingiz ham bor. Misol uchun, qishloq xo'jalik firmalariga bosh qo'shmasdan 40 kun faqat o'z amaliyotingizni o'tashingiz mumkin. Menda e'tiroz yo'q. Bosh qo'shsakchi? Agar hammasi ko'ngildagidek bo'lsa, yangi ochiladigan korxonalarni aksiyadorlik jamiyati tarzida tuzamiz-da, qimmatbaho qog'ozlarni olib, 10% ni sizlarga hadya qilaman. Gapingiz rostmi? Agar aksiya olgingiz kelmasa, naqd pulda to'layman. Chet ellarda boylar men boyman demaydi. Men aksiyadorman deydi. To'g'ri. To'ppa-to'g'ri. To'g'ri. Men bir oy Isroilda bo'lganman. U yerdagi qishloq xo'jaligi ishlarini o'rganib chiqqanman. U yerda ham xuddi shunaqa. Hamma siz aytgandek bo'lmasa-chi? Unda sizlar hech narsa yo'qotmaysizlar. Talaba nimani ham yo'qotardi? O'ylab ko'rsak bo'ladimi? Bemalol. Sizlarning ixtiyoringizda hali 38 kun bor. Assalomu alaykum Zulxumor opa. Va alaykum assalom. Siz qayerda yuribsiz? Ertalabdan qizib ketib anhorga shug'ul kelyapman-da. Asalxon? Ha,
Siz men bilan yuring, biofabrikaga tashlab o'taman. Abdulla, Ha, menga qaravering. Ha, tinchlikmi? Tinchlikmi? qayerda yuribsan? Ha, Zo'r joy topdim. suzishni bilmaslik shekilli. Sayoz, mana bu yerimdan keladi. Itbaliq bo'lib ketay. Eshitaman, opa. Sizga ukam menda qo'shimcha taklif bor edi. Biz buzilib qolgan texnikalarni, kombaynlarni shahar markazidagi MTP bilan kelishilgan holda sozlaymiz. Biz chaqirgandan keyin to ular kelguncha yarim kun o'tib ketadi. U ham mayli-ya. To'rttasi bitta mashinaga o'tirib olib, usta haqqi, yo'l haqqi deganday gaplar qilishadi. Shuning uchun ixtiyorimizdagi barcha kombaynlarni o'zingiz ko'rib bersangiz. Albatta buning uchun yaxshigina haq to'laymiz. Payvand qiladigan uskunalarni esa olib kelib beramiz. Tez sozlab berganingiz uchun mukofotlaymiz ham. Ish qilib shaharingizga bitta to'yga yetadigan pul ishlab ketasiz. Xo'sh? Nima deysiz? Qalay? Qalay emas, oltin. Bu gap boshqa. O'g'il bola gap bo'ldi. Asalxon, ketdikmi? Hali uyga kirib kiyinib olishim kerak. Mayli. Kim er tarafdan cho'miladi? Ha, do'stim. Tinchlikmi? Bo'ldi, ish besh. Zo'r-ku. Nimaga? Bu yerdagi texnikaga men qaraydigan bo'ldim.